Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosadodan navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomatli mexanik korobka. Kobotimiz bo'ldi. Naqd pul o'zlarimiz Qo'shko'pirga 120 million so'm pul berdik. Ag'a, razımsınız? Xayrini ko'ring, yaxshi yillar amining. Kelaverasizlar xizmatdamiz. Maşinamızda 4 tane yumuşak balon koygan. Xalqimizga xizmat etadigan mashin bo'ldi. Maşinamiz 40 bin para bekliyor. Metan çikol hamma narsasi bor. Qo'shko'pir avtosavdodan Komfort bozoridan kelaverasizlar. 24 soat xizmatdamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hammangizga kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Xudoyim pullaringiz ko'p bo'lsin, ko'p duo qilinglar. Chunki yomg'ir yog'gan kuni duolar ijobat bo'ladigan kun dedi. Duolar dedi, hayotni o'zgartiradi dedi. Shu ya'ni duo qiling, hammasi yaxshi bo'lsin, hammasi zo'r bo'lsin. Kasal bo'lmanglar, pullaringiz ko'p bo'lib, hazzati bo'lib kulib, Qo'shko'pir avtosalondan kelib mashina olish, hammangizga zo'r inomakani olish nasib etsin, hurmatli obunachilarimiz. Azam bilan ishlarimizni boshladik. Bugungi planimiz endi reklamalarımız var. 3 tane bugün reklamamız var. Bu da xolasa reklamalarımızdan başlayımız. Maşinamızı reklamasının arasında koyup baramız bu da xolasa. Reklamalık işleriz bolsa bir molar aytaverasizlar. İş so'raylarimiz shu 45 bin 50 binga diklendi, xudoga shukr, tushib ketadi. Aflatimiz ham 80 milyondan 30 milyon 15 milyon chiqadi, 40 milyondan diklendi. Sağ olun, Qo'shko'pir avtosavdo sizlarni yaxshi ko'rsin. Xudoyim ishni aytib, gün içinde bir chiroyli kayfiyatda birga ko'rish nasib etsin. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'pir avtosavdodan zo'r qabul qo'yib beramiz. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 49 milyon 500 ming so'm pul beramiz. Ana endi kraskasini endi bo'ladigan bo'lsangiz, kraska urish yoddan chiqib ketdi. Boshqa menda kraska menda juda bor. Balonlar yumshoq balon qo'yilgan, metan hamma narsalari bor. Qo'shko'pir ittifoq yo'lini yodlab qo'yibdi, o'zi borib kelaveradi. Mashinamiz mexanika korobka. Endi 49 milyon so'm zo'r. Bir abishli moyka bor, Qo'shko'pir avtosavdo moykasi ishlab turibdi. 1 million so'm berasa, shu mashinani zavod paket etib chiqarib beradilar. Ya, nima deydi? Kandan chiqqanligimi, nima deydi? Shuni aytib xullas sizlarga taxlab beradilar. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamiz Qo'shko'pir avtosavdo Komfort bozorida sotuvda turibdi. Xalosazdan keyin xalosazdan oformilgan libonesa beradi. 49 milyon 500 ming so'm pul. Bunday narxlar faqat Qo'shko'pir avtosavdolar. Shuning uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarni o'tirib beramizlar shunda zo'r narxlar. Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Qo'shko'pir avtosavdodan sizlarga navbatdagi aksiya qo'yib beradigan mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz. Taxminiy bahosi ko'chada hozir sotilib turgan bahosi mashinamizni 85-90 million so'm. Qo'shko'pir avtosavdoda sizlarga bilasizlar, eng arzon, eng sifatli, eng zo'r baholarda qo'yib beramiz. Mashinamizning narxini xullas aytib o'taman. Mashinamizni sizlarga hazrat olib bersangiz uchun 55 emas 57 milyon 500 ming so'm pul beraman. Bulam 57 500 ming so'm pul. Hurmatli obunachilarimiz, ketdik. Mashinamiz balonlari, zakonli, metan, setan hamma narsalari bor. Ikkinchi pozitsiya, birinchi pozitsiya emas. Salonlari hamma narsasi chotki. Xullas olib hazatmanish kerak. Hadovoy, deflektor, hamma narsa qo'yilgan, egalari ishonchli, garantiyali. Shundan o'zingiz uchun ginallik bo'lsa, ginallik, oformilgan bo'lsa, oformilgan olib qo'yasizlar. Mashinamiz Qo'shko'pir avtosavdo Komfort bozorida. Bundan keyin yana shuni boshlanib qo'yaman, o'tirib olmaslik uchun like bilan kommentariy yozib qo'ying. Ana endi hurmatli obunachilarim, avtosavdoga hozir kelgan Spark mashinani qo'yib berdim. Mashinamizda 2018-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya, narxini 57 milyon 500 ming so'm pul qo'yib berdim. Zo'r baho. Metan setan hammalari bor, chotki narxda. Ikkinchi pozitsiya. Hazzat farq bilinglar. Endi nima deysizlar, ishora bir zakonni aytib, o'rdaklarni yuvarib qo'ysam bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdo Zo'ltik bozorimizdagi navbatdagi savdomiz 24-yilda ishlab chiqarilgan Cobot'imizni 128 million so'm pul naqd pul berdik. Rozimisiz? Yaxshi yillarimizni xayrini ko'ring. Abkazalim nasib etsin. Milliy arzon baholar faqat Qo'shko'pir avtosavdo Zo'ltik bozoridan bo'lsin. Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Qo'shko'pir avtosavdodan navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Primi XL'imiz bo'ldi. Mashinamizni Urganch shahridan yang'alarimizga naqd pul 340 million so'm pul berdik. Rozimisiz sizga? 100 tanga. 23-yil XL 15 bin kilometr yurgan mashinamiz. Kelaversa Qo'shko'pir savdodan Komfort bozor. Nere? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdodan navbatdagi savdomiz. Baholarga e'tibor bersa, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz bo'ldi. Urganch shahridan yang'alamizga 57 milyon 500 ming so'm pul berdik. Axir rozimisiz?
Kendine şamalı tutuşun bundan az zorla verelim. Nakbol. İsteyene bundan yine taze spar kaldı. Gösterin. Nakbol oldu. Yumşaq parolla qo'yilgan hammalari. Tax mashinamizning xoliklari, chexol, metal set hamma o'zlari bor. Konditsionerlar ham ishlab turibdi. Kelaverasizlar, Qo'shko'pir avtosavdoning barcha filiallarida xizmatlarimiz, mashinlarimiz ko'p. Tamam, hurmatli obunachilarimiz, hozir bartaraf qilingan 2014-yilda ishlab chiqarilgan o'zimning ko'nglim ukam Jiyana Badi xudo xolasa xayriniga iloyim 100 million so'masa. Bas. Ya 14 yıl Cobalt'ımız reklama koyulgan maşinimiz satıldı. Geleverse Koşko'pir avtosavdo, Komfort pazarı. Metrocha xizmatdamiz. Ana endi hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'pir avtosavdolar navbatdagi savdomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan 24 mi? 22 ming bor uzr. 22-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imizni 124 million so'm pula berdik. 24 yana shu qaytib ketdi. 124 million so'm pula yangi arka berdik aga. Shitir. Rozimiz? Xayrini ko'ring. Nasib etsin, xayrli mashin bo'lsin. Ana endi qolmani 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia'larni hisoblab oldik. Narxi 25. 25 million so'm pul alindi, 27 million so'm pul bo'lsa beramiz. Buni motorini ichki motor nomati? Sonus. Son tramblyor mu? Son tramblyor. Zo'r, bu kamyob narsa bu tramblyor. Qarang lekin. Sotib beraman hozir. Yine görseniz mümkün. Yumuşak baloları var. Pollux variantı. Kapkara svet. İşler hem yaxşı eken. Akkuratni. Maşında lakin doğrusu grubi zengler yok eken. Çok ki maşın. Ne oldu? Yine. Hay malades. Halatları zor eken doğrusu. Geleveresler. Komfort pazarımızda tuttu maşinimiz. Ana endi hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi savdomiz 22-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imizni 119 million so'm pul qilib berdik. Rozimisiz? Rozi bo'lasiz, haqi shuncha arzon berdik. Xayrini ko'ring. Bizlar ham rozimiz. 50 million pul ishladik, rozi bo'lmadimi, bizlar? Xayrini ko'ring. Kelaverasizlar, mashinani sosteniyasi zo'r. Chexol-pexollar ham o'zlari bor. Mashinlarimiz ko'p. Egalari bunda 2 million so'm pul berdi bizlar, arqa ham bor. Ko'p pul ishlamadik. Tamam, kelaverasizlar, mashinlarimiz ko'p. Zo'r mashinalar qo'yib turibman. Bugungi mashinaga o'tirib bermaslikni tavsiya beraman. Shundasa 2008-yilda ishlab chiqarilgan Son tramblyor qop-qora svet. Buni yuvib palyorib ketaman bo'lsangiz, zo'r pul sotib bilasizlar. 25 oldim, 27 million so'm pul beramiz, hurmatli obunachilarimiz. Balonlari paket, yana egalari, metan setan hamma o'zlari bor. Mashina chotki sosteniyada. 27 million so'm pul. Zo'r baho, ajratib olib buningda, ajratib olib, sabzadan olib sotib ham foyda ko'rgaysizlar. Halollaringiz bo'lsin. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'pir avtosavdolar navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz bo'ldi. Naq pul Xiyola og'amizga berdik, ko'nadan klientimiz. Mashinamizni 136 million 500 ming so'm pul berdik. Naq pul. Yaxshi yillarning xayrini ko'ring, nasib etsin. Rahmat. Niyada turladik, shu geldik yana. Shu daim Allohning barakatidan beraber yiyeceksiniz. Bundan ham rivojlanmalarga Rahmat. bundan ucuz yo'l bo'laveradi. Rahmat. Bizdan savdolar rozimisiz? Alloh razı olsun. Xayrini ko'ring. Rahmat sizga. Ana endi Sizga rahmat. rahmat. Ana endi aqamlarni Gentrasini oldik. Hech qanday kraska yo'q. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 70 million so'm hisoblab oldik. 72 million so'm pul bo'lsa beramiz. Kraskasi hamma joydan garantiya. Eng zo'ri egasi zo'r odam. Yaxshi odam mashina, ajrat qolmanglar. Metan propan bor. Propanim bor. Sen Yo'q, to'shdimi? Hop, qanday? Ham ko'ramiz. Metan, propan neda? deydi şurada. Tabletga yo'q, nayda. İkisine mi yürüyden? Aman. Teknologiya. Texnologiya. İsaf. Kelaverasizlar, mashin yumshoq balonlari hali toza. Sosteniyasi oddiy shu. Kelaymi? Mashinlarimiz ko'p. Men gaplasam o'ynatasizlardan, ya o'ynatdi, jamoat nima deb kommentar yozasizlar-ku. Nima qarang endi. Metan, ustanobga bo'lgan 1. Propan. İkisinde mi yürüdü? Eng qiziqli Gentra. Endi buna xudo xolasa bu yan tarafına yine bir buton koyamiz. Yukarısına yukarısına koysak bo'ladi. Quyosh panel koyamiz. Quyosh panel keyin ketdik. Bu mashinamizni
70 milyon so'm aldık, 72 milyon veramiz. Kraskasi toza 2015-yil. Yana ne koysak bo'ladi mashinamizda. Qani kommentariyada qoldiringlar, yuqori plastikani qo'yamiz. Arkada metan propan bor, benzin bor. Biz severken motorni qo'yamiz bu yana arkasına. Chiqib ko'ramiz, non qo'yish kerakligini kommentariyada qoldiringlar. Voy, bu mashinalardan nega bo'ldi? Shu mashinalarni vaqtida plan so'm pul sotganmiz, lastikni. Baribir obro'si kuchli mashin, lekin bizani qo'shki bir hafta sotolamiz. Chunki bizlar baholar arzon. Mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan 4 yumshoq balon metan setan hamma narsasi bor, ideal holatda. Ikkinchi pozitsiya mashinamiz bahosi 44 million beramizmi? 44 million so'm pul beramiz. Metani bor. 2036 qadar metani bor. Yana bir mashina lastikni. Buni necha beramiz? 54 ta beramiz. 2000 bu? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Men ana rahmat. Menning baholar qo'shki bir hafta savdo Zontik bozorimizda kelaverasizlar, xizmatdamiz. Bilan zo'ri bor 25 milliondan beri beramiz. Nexia bilan 25 milliondan zo'rini. Xullas 18-19 milliondan voy, nega pot turibdi bu? Doğru kelaverasizlar sotalar. Shu ham sotsazlar ham plani bor. Hazratib olib mininglar. Qo'shki bir hafta savdo podpiskasi qo'ying, basing. 1 2 3 pachka. Hurmatli obunachilarimiz, 3 pachkaga mashinasi bo'ladimi? Ina. Bo'ladi. Nechun bo'lmaydi? Qo'shki bir hafta savdomiz-ku biza. Yerim o'din emas, zo'r mashinasi bo'ladimi? Zo'r mashina masa bo'ladi. Axir biza qo'shki bir hafta savdomiz-ku, jigarlarim. Endi 99-yilda ishlab chiqarilgan Tiko mashinamizni haqiqiy minuvchiga beraman, lekin buni olib sotaverman. Minuvchiga 6 million so'm pul beraman. 6 million so'm pul. Mashin cho'tki sostoyanida. 99-yil alinglar, hazır bas bilinglar. Bizamiz Qo'shko'pirni mashinasi. Mashinamiz Qo'shko'pir bir hafta savdo Zontik bozorda sotib turadi. Lekin bir dona shartimiz bor. Bizning kanalimizga podpiska bosib qo'ygan bo'lishingiz shart, hurmatli obunachilar. Chunki biz obunachilarimizga hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. 5 million so'm hisoblab oldim shu mashinani. Naq pul 6 million so'm pul beraman. Bosing, hazrat olib bilinglar. Ana endi hurmatli obunachilarimiz dumyomon bahoda Spark'ga qoldi. Spark'lar 2020-yilda ishlab chiqqanlari taxminan bahosi hozir 95-100 million so'm atrofida kerak. Hafız. Onasilari naqd kredit farqi yo'q. 2020-yilda ishlab chiqqan 4 yumshoq balon, Amerikan farlar, hamma narsalar qo'yilgan. Mashinani ko'rsangizlar bo'ladi. 68 ming kilometr yurgan, rulovelar qo'yilgan. İş qilib cho'tki sostenida orqasida chexollar ham bor. Ular ham podarka. 82 million so'm pul beraman. 82 million so'm pul 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imizni menimcha olib sotarlar ham cho't beradi. Xalas olib sotar, xalas ham uch farq yo'q. Shu baho beramiz. Basing, qo'shki bir hafta savdo Zontik bozorda. Hazrat bo'lib bilinadi. Dim zo'r baho. Bundan baholar ma'lumot uchun aytib o'taman. Keyin biridan keyin baholar topib bilmasliklaringiz mumkin. Bosib qolinglar. Qani keting. Razım sizlarga. Yaxshi kunlarda to'ylarim nasib etsin. Assalomu alaykum Qo'shki bir hafta savdoning podpischiklari. Yangi aksiyaga qo'ygan Tiko'mizni berdik. Urganch shahri bo'ldi. Jo'ralar chiqarish oldilar, xudo xolasa. Bahosi 7 million so'm pul oldi. Ishlar naqd pul berdik. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Tiko'ning holati ideal darajada. 6 million so'm naqd pul qo'ydik. Bular general net puldan bo'ldilar, 7 million so'mga berdik. Qo'shchi bir hafta savdo Zontik bozorda xizmatdamiz. Kelaverasizlar, mashinalarimiz ko'p.